hamma ishimizni qilib qo'yik, Nodir. Hech qachon kamimiz bitmaydi bizlarda. Tug'ilgan kun 10-noyabr bo'lsa, 8-noyabr kuni qaynokamga telefon qilib, ko'pchilik aytganki, boyagida video qaynoka shunga loyiqmikan deb turib, qaynokamga telefon qildim. Ozod dedim, anaqa oyimga dedim, tug'ilgan kuniga umriga yo'llanma oldim dedim. Pulingiz bormi dedim. Akangizga olib berishga. Menda yo'q masalan dedim, chunki ko'p xarajat qilib qo'ydim dedim, olib bera olmayman. Pulim yetmaydi dedim. Olib beraman dedi. Nimaga olib bermaykanman dedi. Ayam ketadi, akam ham ketadi, birga boradi dedi. Qaynokam olib bergan. Akasiga bo'laman. Birga jo'natib oldik. Ko'p anaqa foydasi ekan shu xo'janim umriga borib kelganda. Oldinda jo'ravozlik qilardi, ichardi. Unaqa urush janjal bo'lmagan, kayfiyat yaxshi kayfiyatda o'tadi, lekin baribir ham o'shani qilmang dedim-da, ichmang. Erim umuman chakmaydi. Sigaret, unaqa narsa umuman og'ziga olmaydi. Lekin mana jo'ralarga qo'shilib, ozgina ichib qo'yardi-da. O'sha yo'llardan qaytganda qaynokamda yaxshiliklarda. Qaynokam 99-yil, mendan necha yosh kichkina bo'lar, 6 yosh kichkina bo'lar, 93 bo'lsin. Hurmatini qilib, aka deb chaqiraman-da, Oziz aka deb chaqiraman-da. Hamma aytadi, "Sendan kattami qaynokang?" deydi. "Yo'q, mendan ancha kichkina, nimaga aka deysan? Hurmat qilsam, kimnidir hurmat qilsangiz, hurmatingizga yarasha javob qaytaradi-da o'sha odam."